Assalomu alaykum yana bir bora. Hurmatli bugungi mashg'ulotimizni ishtirokchilari, o'zligim sari kursini birinchi modul men qayerda o'zimni yo'qotdim modulini ikkinchi dars mashg'ulotini boshlaymiz. Bugungi darsimiz mashg'ulotining nomi o'zimni qachon yo'qotdim mavzusida bo'lib o'tadi. Ekran hammanglarga ko'rinyapti deb umid qilaman. Demak, ko'rinayotgan bo'lsa, birgalashib, demak, boshladik. Bugungi darsimizning maqsadi o'zligini yo'qotish birdaniga emas, balki hayot davomida asta-sekin shakllanishini anglatishdan iborat va uni hayotdagi muhim burilish nuqtalarini bugungi darsimiz orqali aniqlaymiz. Xo'p. Darsimizni rejalari har doimgidek 4 ta bo'ladi. Bunda o'zimni qachon yo'qotdim, hayotimdagi bekatlar, o'zlik birdaniga yo'qolmaydi, nima uchun biz o'zimizni yo'qotamiz mavzusida demak siz bilan suhbatlashamiz. Xo'p, endi asosiy savol, o'zimni qachon yo'qotdim? Agar ruchka va qog'ozingiz qo'lingizda tayyor bo'lsa, daftarlaringiz tayyor bo'lsa, boshlaymiz. Juda ko'pchilik birinchi mashg'ulotimizdagi, ya'ni birinchi darsimizdagi xulosalarini bolalik davrlari bilan bog'lashgan. Ya'ni o'zligini sog'inganini, o'zini o'sha davrdagi holatlarini sog'inganini aytib o'tishgan. Va endi keling bir narsani tasavvur qilib ko'ramiz. Xayolingizni bir joyga yig'ib, darsimizni yaxshilab eshitishga harakat qiling. Bitta tasavvuringizni ishga solib ko'ring. Tasavvur qiling, bolalik davridasiz. Va bolalik davrida bugun sizni o'sha 10 yoshli vaqtingiz ko'rsa, nima degan bo'lardi? Bir o'ylab ko'ring bu narsani. O'sha 10 yoshli vaqtingiz, o'sha kichkinagina qizaloqlik davringiz sizni ko'rsa, sizga nimalar degan bo'lardi? Sizni nimalardan ogohlantirgan bo'lardi? Sizni qanaqa xususiyatlaringiz haqida gapirgan bo'lardi? Maqtagan bo'larmidi? Yerga urgan bo'larmidi? Ayblagan bo'larmidi? Bularni o'ylab ko'ring. Va siz bugun ana shu 10 yoshlik vaqtingizdagi qizchaga nimalar degan bo'lardingiz? Uni nimalardan ogohlantirgan bo'lardingiz? Undagi xususiyatlarni qaysi birini maqtagan yoki yerga urgan bo'lardingiz? Ayblagan bo'larmidingiz? Mana shularni bitta tahlil qilib ko'rasiz. Demak, bu narsa orqali bizni hozir mashg'ulot o'tmayapmiz. Bu narsa orqali sizni ana insaytga kirishingiz uchun как darvozani ochyapmiz. Mana shunaqa qabul qiling. Demak, biz yoshligimizga qaytib qolishni xohlayapmiz. Ya'ni o'sha davrdagi o'zlikni istayapmiz. O'sha davrdagi o'zlikka qaytsak, biz hozirgi yoshimiz bilan unga nima degan bo'lardik va yoshlik davrimiz bizga nima degan bo'lardi? Bugungi darsimizda aynan mana shu xususiyatlarga e'tiborimizni ko'proq qaratamiz. Xo'p, endi aksariyatimiz o'tish bilan yashayapmiz. Tan olishimiz kerak, bu haqiqat. Yoshlikni xohlayapsizmi? O'zligingizni yoshlikda yo'qotganman deb hisoblayapsizmi? Demak, sizni ko'pchiligingiz o'tmish bilan bog'liq bo'lgan muammolardan aziyat chekyapsiz. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchiligimiz o'zimizni yoshlikdagi paytimizga o'xshatishimizni xohlaymiz, lekin aslida o'zimizni yo'qotgan kunni eslolmaymiz. Chunki bu odatda birdaniga bo'ladigan narsa emas. Ya'ni bitta katta hodisa sifatida qaralmaydi bu narsaga. Balki yillar davomida takrorlanib boradigan kichik voqealar, moslashuvlar, boshqalardan kutganlarga xos bo'lgan shu yashash natijasi, siz kutgan narsalarni amalga oshmagani, bu narsalar sizni o'zligingizni yo'qotishingizga olib boradigan yo'l hisoblanadi. Demak, bizda o'zligimizni yo'qotish birdan sodir bo'lmas ekan. Bu asta-sekin vaqt o'tgan sari qanaqadir bizga ijtimoiy ta'sirlar natijasida, hodisalar ta'sirida hayotimizdagi tubdan o'zgarishlar bizni ana shu nuqtaga olib kelib qo'yar ekan. Va oqibatda bizni o'zimiz bilmagan holatda o'zligimizni yo'qotib qo'yar ekanmiz. Endi shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi. Menga kechagina savol berishdi. Siz o'zligingizni topganmisiz degan savolni berishdi. Menimcha eshitib o'tiribdilar o'zlari ham. Yoki bo'lmasam bunaqa o'zligini yo'qotish o'zi qanaqa xususiyatga ega? Endi bitta narsani aytaman. Ha, alhamdulillah, men o'zligimni topganman, lekin buni topishda hayotdagi o'sha bo'lgan munosabatlar, qiyinchiliklar, ya'ni yaxshilab o'zimni yo'qotib olganman birinchi.
yaxshilab o'zimni yo'qotib olib, keyin topganman. Lekin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. O'zligini topgan odam yana qayta o'zligini yo'qotishi mumkinmi? Mumkin. Bu sizga signal. O'zingizni yo'qotayotgan vaqtingizda sizga qanaqadir signallar kelishni boshlaydi. Sinovlar oshishni boshlaydi, munosabatlarda tarangliklar boshlanadi va siz yana o'zligingizni yo'qotib qo'yayotgan joyingizda yana o'zligingizga qaytib olasiz. Demak, o'zligini har bir inson topgan vaqti bo'ladi, lekin uni yo'qotish payti ham bo'ladi. Demak, bu tabiiy jarayon. Biz bu jarayonni agar tabiiy sifatda qabul qilmasak, astag'firulloh, yaratganga nisbatan nimada bo'lib qolamiz? Isyonda bo'lib qolamiz. Shuning uchun ham biz umrimiz davomida o'zligimizni topish yo'lida yashirkanmiz. Uni ozgina yo'qotsak, yana uni topib olamiz. Yana ozgina yo'qotsak, uni yana topib oladigan jarayonlar sodir bo'ladi. Bu tabiiy. Biz bu narsani bir nima deydi, hayotimizga biron bir fojiali bir voqea kelib qolsa, "Voy, men nima xato qildim, o'zligimni butunlay yo'qotib qo'ydim." Unaqa deyish kerak emas. Bu sinov, shunaqa sinovki, siz ana o'sha vaziyatda ham o'zligingizni saqlab qolishingiz bu sizning yutug'ingiz. Demak, biz o'zligimizga qaytganimizdan keyin mana shu o'zlikni ba'zida yo'qotib turadigan jarayonlar ham bo'ladi. Buni biz tabiiy jarayon sifatida qabul qilishimiz kerak ekan. Uchinchidan, bizni keyingi mashg'ulotimiz hayotimdagi bekatlar deb nomlanadi. Va hayotimdagi bekatlarda siz bilan bitta mashq o'tkazamiz. Va bu mashq orqali siz yana ham o'zingizni hayotingizni tahlil qilib borasiz. Bu keyingi mashg'ulotga o'tishimiz uchun ko'prik vazifasini bajaradi. Diqqatimizni jamlaymiz. O'zingizni sokin joyga olib o'ting, ya'ni sizga hech kim xalaqit bermasin. Bir muddat o'zingizga tinchlik bering, osoyishtalik bering. Chunki bu mashq orqali siz o'zingizni ichingizga tushishingiz kerak, ya'ni qalbingizni his qilishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Diqqatingizni jamlab, ko'zlaringizni yuming. Va sekin nafasingizni rostlashga, ya'ni sekinlashtirishga harakat qiling. Chuqur nafas oldik va asta chiqaramiz. Mana sanog'im ostida 1, 2, 3 va yana chuqur nafas olamiz. Asta sekin chiqaramiz. Taningiz bo'shashdi va siz tasavvur qiling, poyezdda ketyapsiz. Poyezdda. Siz poyezddasiz. Bu poyezdda temir yo'l bo'ylab ketayotgan poyezddan oynadan qarab ketyapsiz. Va siz bekatlarga yaqinlashayotganingizni his qilyapsiz. Har bir bekat sizning hayotingizni bir davri. Birinchi bekatga yaqinlashdingiz. Bu sizni bolaligingiz. Siz bu bekatda qanday inson edingiz? Nimalarni yaxshi ko'rardingiz? Nimalarni orzu qilardingiz? Nimalardan voz kechdingiz? Va nimalarga moslashdingiz? Poyezd yana yo'lida davom etmoqda. Siz bolalik bekatidan keyingi bekatga o'tmoqdasiz. Bu bog'cha, maktab bekatlari. Bu bekatda yana o'zingizga savol beramiz. Siz bu davrda qanday inson edingiz? Nimalarni yaxshi ko'rdingiz? Nimalarni orzu qilgandingiz? Nimalardan voz kechdingiz va nimalarga moslashdingiz? Ko'z oldingizga voqealar shunaqa tez ketma-ketlikda ketmoqdaki, siz ularni yaxshilab o'ylab o'tiribsiz. Ya'ni assotsiatsiya bo'lmoqda, barchasi bog'lanmoqda. Poyezd esa yana yo'lida davom etmoqda. Siz oynadan qarab ketar ekansiz, keyingi bekat o'smirlik bekati bo'ldi. O'smirlik bekatida siz yana o'zingizni bekatda ko'rdingiz.
oynadagi hozirgi holatingiz bilan o'smirlik davringizdagi bekatda o'tirgan o'zingizga qarang. Siz bu davrda qanday inson edingiz? Nimalarni yaxshi ko'rardingiz? Nimalarni orzu qilardingiz? Nimalardan voz kechdingiz va nimalarga moslashdingiz? Poyezd yana yo'lida davom etishni boshlamoqda. Va siz turmush, onalik bekatlariga yaqinlashmoqdasiz. Bu bekatlarda sizni yangi moslashuv davri kutayotganini bilardingiz. Va poyezd bu bekatda ham to'xtadi. Siz bu bekatda qanday inson bo'lganingizni eslang. Boshida qanday inson edingiz? Bugungi kunga kelib qanday insonga aylandingiz? Boshida nimalarni yaxshi ko'rardingiz? Bugungi kunga kelib nimalarni yaxshi ko'ryapsiz? Boshida nimalarni orzu qilgan edingiz va hozirgi kunda nimalarni orzu qilyapsiz? Boshida nimalardan voz kechgan edingiz va bugungi kunda nimalardan voz kechishga majbur bo'lyapsiz? Bu sizning hayotingizdagi bekatlar. Aslida jumlalar bitta, lekin taqdirlar har xil. Barcha taqdirlarda bir olam yashaydi. Bu sizning olamingiz. Va bu olam faqat sizga atalgan. Bu poyezd, bu bekatlar, bu poyezd yo'llari, bu sizning yo'lingiz. Va uning hali davomi bor. Uning davomi chiroyli bo'lishi uchun bugun biz harakat qilishimiz kerak. Bugungi qilinayotgan harakat sizning o'zligingizni topishga va bekatlaringizning qolgan qismi chiroyli bo'lishiga qaratiladi. Asta-sekin poyezddan xonangizga qaytyapsiz. 3 gacha sanayman, ko'zingizni ochasiz. 1, 2, 3. Ko'zlaringizni oching. Qiyin mashq bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, bu mashq orqali biz o'z hayotimizni yukdan tog' bugungi kungacha bitta ko'z oldimizdan o'tkazib oldik. Va bu ko'z oldimizdan o'tgan jarayonlar bizni qayerda o'zimizni yo'qotganimizni anglab olishga yordam beradi. Demak, o'zlik birdan yo'qolmaydi. Ko'p odamlar "Men o'zimni yo'qotib qo'ydim" deydi. Lekin psixologik nuqtai nazardan bu odat bir lahzada sodir bo'lmaydi. Asta-sekin sodir bo'ladi. Har safar his-tuyg'ularimizni yashirganimizda, yo'q deyolmaganimizda, boshqalar roziligi uchun o'zimizni chetga surib qo'yganimizda, o'z ehtiyojlarimizni keyinga qoldirganimizda biz o'zimizdan uzoqlashib borar ekanmiz. Demak, biz o'zimizni, qalbimizni eshitishni to'xtatganimizda o'zligimizni yo'qotish boshlayotganmiz. Unutmang, qalb bu Alloh tomonidan bizga berilgan ne'mat. Va eng asosiysi Alloh bilan munosabatimizdagi ko'prik. Tasavvur qiling, ko'prik. Biz o'zligimizni yo'qotganimizda nima qilar ekanmiz? Qalbimizni yo'qotar ekanmiz. Va oqibatda biz uni eshitishni to'xtatamiz. Ko'prikdan o'zimizni cheklaymiz. Nima uchun bizga o'zligimizni topib olish kerak? Qalbimizni topib olishimiz uchun ekan. Qalbimizni topib olsak, biz xotirjamlikka erishamiz. Xotirjamlikka erishganimizdan keyin ibodat qilasizmi, ish faoliyati bo'ladimi, kimdir bilan munosabatda bo'lasizmi, siz xotirjam bo'lasiz. Kelajagingiz uchun qayg'urishni to'xtatasiz. Hammasini Allohga tavakkal qilishni boshlaysiz. Yaratganga tavakkal qilishni boshladingizmi? Demak, sizda o'zlik topilgan. Va bu o'zlik topilgani boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? Faqat tilda emas, dildaligi bilan farq qiladi. Menimcha tushuntira oldim. Xo'p, endi ozgina nazariy ma'lumotlar beramiz. Ya'ni o'zlikni yo'qotishga ta'sir qiluvchi hayot bosqichlari.
bilamiz, bizni hayot bosqichlarimiz mana shu etapma-etap etib o'tilgan o'sha yillarni keltirib o'tdik. Ya'ni bolalikda deylik, mana bolalikda biz o'zimiz haqimizda dastlabki tasavvurlarni shakllantiramiz. Nima deyishadi? Yaxshi bola yig'lamaydi. Avval boshqalarni o'yla, keyin o'zing ko'rasan. Seni yaxshi ko'rishlari uchun sen itoat qilishing kerak. Mana sizga yaxshigina uстановkalarni o'rnatishdi, oqibatda bola omon qolish strategiyasi sifatida o'zligini chetga suradi, bo'ldi, shu strategiyada yashashni boshlaydi. E'tibor bering, biz egoga targ'ib qilmayapmiz, ya'ni egoizmga targ'ib qilmayapmiz. Bola, inson ozgina o'zini qalbini ham eshitib turishi va buni eshitib boshqalarga ham ayta olishi kerak. Yoqmayaptimi? Yoqmayotganini ayta olsin. Uni to'xta, yo'q, saniki emas, meniki ma'qul, men seni ota-onangman, sendan ko'p narsani ko'rganman deb aytishmas, balki tushuntirish kerak bolaga. Demak, buyruq ohangidan tushuntirish ohangiga o'tish kerak ekan, lekin bizda tan olishimiz kerak. Yaxshi bola yig'lamaydi, sen bizani aytganimizga kirishing kerak, chunki sen bizning farzandimizsan. Tushuntirish yo'q. Tushuntirish yo'qligidan bolani o'sha o'zligini o'ldirib turib erishilgan ko'p narsaga. Siz hech qachon o'zingizdan xafa bo'lmang, o'zingizni ayblamang. Bu bizga yillar davomida o'rnashtirib qo'yilgan uстановkalar hisoblanadi, ya'ni omon qolish strategiyasi. Chidashim kerak. Bu meni omon qolish strategiyam degan signalni berib qo'yadi. Va biz mana shu signal bilan yashayapmiz. Bu signalni ongsiz ravishda qabul qilganmiz. Qachonki ongli ravishda qabul qilishga o'tganimizda, ana shu chidash jumlasi sabr jumlasiga o'zgaradi. Xo'p. O'smirlik davri. Bu davrda inson men kimman degan savolga javob izlashni boshlaydi. Do'stlar, jamiyat, tengdoshlar fikri muhim bo'lib qoladi. Va mana shu davrda inson o'zligini emas, boshqalarning fikrini tanlaydi. Tasavvur qiling, o'smirlik payti ko'pincha o'sha 9ni bitirayotgan paytlarga to'g'ri kelyapti deylik. Kasb tanlash masalasida ham. Mani dugonam pedagogikaga kirayotgan ekan, meditsinaga kirayotgan ekan, tikuvchilikka. Men ham o'sha yoqqa kiraman. O'zini mustaqil fikri yo'q. Aslida mustaqil fikri yo'qligiga nima sabab bo'lyapti? Yuqorida bolalikda unga aytilgan o'sha uстановка. Ya'ni sen itoatkor bo'lishing kerak. U nafaqat ota-onasiga, u o'zini o'rtoqlariga ham itoatkor bo'lishni boshlaydi. Avtomatik tarzda. O'smirlik davrida bitta narsani e'tiborga olish kerak, ya'ni ota-ona, ustoz mavqei pasayadi, o'rtoqlarning mavqei ko'tariladi. Bu tabiiy jarayon. Va mana shu jarayonda itoatkorlik ota-onaga, ustozga nisbatan emas, balki tengdoshlarga nisbatan oshib borar ekan. Va u o'zi mustaqil fikridan ko'ra, ularning fikrini, ular qayerda bo'lsa o'sha yerda bo'lishi ma'qul ko'radi. Keyingi davrimiz bu turmush qurish davri. Bunda yangi rollar, bilasiz, turmush qurgandan keyin yangi rollar boshlanadi. Xotin roli bo'lishi mumkin, kelin, qaynona bilan munosabat, yangi oilaga moslashish. Bu jarayon odamning eng o'zligini hozirgi kunda yo'qotayotgan jarayon hisoblanadi. Ammo agar moslashish, o'z qadriyat va ehtiyojlarini inkor etish hisobiga yuz bersa, inson asta-sekin o'zini yo'qotishni boshlar ekan. O'shaning uchun ham turmush qurishdan oldin mana shu jarayonlarni odam o'zida miyasida sformirovka qilib ko'rish kerak, lekin ko'pchilik qilmagan bu narsani. Nima deydi? Faqat ovqat degan shahzodan kutib yashayverilgan duolar, niyatlar hozirgi paytda, lekin mana shu imkoniyat bor. Internet bor, bepul mana darsliklar qilyapmiz. Inson o'zini ustida ishlashi kerak. Hozirdan duo qilish kerak, niyat qilish kerak. O'sha insonni qadriga yetadigan insonlarni topib oila qurish kerak. Agar qadriga yetmaydigan, yerga uradigan, kamsitadigan, uni qadriyatlariga, ehtiyojlariga munosib bo'lmagan inson bilan oila qurib ketursa, bu oila bo'lmaydi. Bir voqeani o'qib qoldim-da. Kambag'alligimiz sababli bir insonga ikkinchi o'sha xotin bo'lib tegdim degan nimani o'qib qoldim. O'sha hikoyada shunaqa yoziladiki, hikoya qahramoni juda ham kambag'al, nochor oilada tug'iladi. Otasi juda ham erta vafot etadi.
oqibatda buni katta akasi nogiron bo'ladi. Har doim unga juda katta pul sarflab, o'sha davolatishga to'g'ri keladi. O'zi va singlisi bo'ladi. Onasi o'zi ishlashadi, boshqa qilishadi, lekin ro'zg'orda hatto nonga ham pul topolmaydigan holatlar juda ko'p uchraydi. Amallab anaqa akasi katta bo'lib qolgani uchun akasini uylantirishadi, amallab kelin topib, lekin bu o'zidan zurriyot qoldirsin, o'lishidan oldin degan niyatda harakat qilishadi, lekin aslida akasi ham bepush bo'lib chiqadi va bola asrab olishadi akasi. Keyin onasi buni bizani sani uzatishga pulimiz yo'q, qurbimiz yo'q, sani bitta qiladigan imkoniyating mana sovchi kelyapti, oilasidan ajrashgan inson ekan, mana shu odamga tegasan, bu odam o'zi hamma sani o'sha ehtiyojlaringni, iqtisodiy ehtiyojlaringni qondiradi. Shunaqa qilib mana shu oilaga turmushga chiqib ketadi haligi qiz. Lekin turmushga chiqqani bilan uni kambag'al deb doimiy ravishda kamsitib kelishadi. Hamma narsasini qilib berishadi, lekin kamsitib kelishadi. Unga bir tiyin pul berishmaydi, yerga urishadi. Bir kun uyiga kelsa, hatto yeyishga non topa olmaydigan darajaga kelgan bo'ladi. Uyda non yo'q, yeyishga hech narsa yo'q, och o'tirishibdi hammasi. Keyin majbur bo'ladi shu kelinli uyga kelib, eri doim undan pul yashiradigan bo'ladi, lekin pulni qayerda turishini biladi. O'sha puldan ozgina olishga majbur bo'ladi va uyiga bir bahona topib borib, o'sha puldan ro'zg'orlik qilib beradi. Uyga kelib, eri ishdan kelgandan keyin mana shunaqa qildim deb aytgandan keyin uni chiqib onasiga aytadi va o'sha qaynona bilan er buni o'g'irlikda ayblab haydashadi. Tasavvur qiling, qanaqa jarayon. Va haligi qiz o'sha Rossiyaga borib ishlaydi, orada o'sha akasi vafot etadi, nogiron nogiron bo'lgani uchun ko'tara olmaydi, o'sha singlaridan uzr so'raydi, lekin u taqdirini yo'lga qo'yib oldi. Nima demoqchiman bu gaplar bilan? Turmush shunaqa narsaki, insonni qadriga yetmaydiganligini bilib turib berishadi, afsuski. Unday qilish mumkin emas. Qadriga yetmaydigan insonlarni tanlash o'zi turmushi boshligi katta xato hisoblanadi. Mana yaqinda internetda yana bitta narsani ko'rib nima qildim. Turk yigit uylandi farzandi bilan. O'sha aktrisa ayolga o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, ham O'zbekistonda to'y qildi, ham Turkiyada to'y qildi. Ya'ni qadrlashni farzandlimi, u oila qurgan qurmagan qarab o'tirmayapti. Men shu insonni sevdim, tamom shu insonga uylanaman. Anu nima deydi, o'rtog'im nima deydi, qarindoshlarim nima deydi deb o'tirmaydi. Afsuski bizda ko'pchilik u nima deydi, bu nima deydi, u nima qilarkan, bu nima qilarkan degan fikrlar bilan yashashga, ya'ni shu stereotipga o'rganib qolingan. Bu stereotipdan agar siz chiqishni boshlasangiz, kelajak avlodda ishoning, bu 10 yillikda, undan keyingi 10 yillikda bu pasayib yo'qolishni boshlaydi. Va o'zligini tanigan, ongli ravishda hayotini yo'lga qo'yayotgan insonlar safi kengayishni boshlaydi. Maqsad mana shu. Xo'p, endi onalik roli, onalik jarayoni bu juda muhim mas'uliyatli rol hisoblanadi. Lekin ayrim ayollar man faqat onaman degan identifikatsiyaga o'tib qolishadi. Holbuki ona bo'lish ayollarning rolidan biri, ya'ni butun shaxsiyati. Bunga bitta narsani misol qilib keltirishadi. Samolyotda uchayotganda, samolyotda tasavvur qiling, shu samolyot halokatga uchraganda birinchi qilishadigan ishligi o'sha ona bola bo'ladigan bo'lsa, qutqaruv niqobini birinchi ona o'ziga kiyish kerak deyiladi. Ona o'ziga kiyib o'zini saqlab qolsa, bolasini saqlab qoladi. Agar o'zini saqlab qolmasdan bolasini saqlasa, bolasi saqlab qolinishi ehtimoli ancha past bo'ladi. Nima demoqchiman? Biz rolimizni faqat onalikdan iborat, faqat xotinlikdan iborat deb o'ylashimiz kerak emas. Biz shaxs sifatida ham rivojlanishimiz kerak. Mana shu narsa eng asosiy va muhim jarayon hisoblanadi. Keyingisi ish va jamiyat. Ish deganda ko'pchilik shunaqa o'ylaydi, ayollarni ishlash masalasida. Mukammal xodim, mukammal turmush o'rtoq, mukammal ona, mukammal kelin, ya'ni har bir rol
energiya talab qiladi. Lekin inson faqat rollar yig'indisidan iborat emas. Ishda, bir narsada, uyda, boshqa o'lib ketmang. O'zingizni asrashi, o'zingizni ozgina bo'lsa ham ruhan himoya qilishni bilmasangiz, yengib qo'yadi hamma rollar. Shart emas hamma yoqda mukammal bo'lish. Qodir qilgancha, Alloh qodir qilgancha bo'ling. Komsomolka deydi-ku, bo'lish shart emas bunaqa. Ya'ni o'rtacha bo'lsa ham inson bo'ladi. O'zingizni qiynab turib nimanidir evaziga nimagadir erishish, bu sizni ham taningizni, ham ruhingizni charchatadi. Keyin bir kun bitta portlaydi. Keyin o'tirasiz, men qattiq xato qildim, nima qildim, o'zi ishimni joyiga qilib qo'ygan bo'lsam, uyni joyiga qilib qo'ygan bo'lsam deb o'zingiz siqib o'tirasiz. Dальше o'zi bir kasal orttirib, yana дополнительный qo'shimchasiga kasal orttirib. Nima zarur sizga? Inson rollar yig'indisidan iborat emas. Uni rollari bor, to'g'ri, lekin hammasini mukammal darajada qilish agar sizga qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, qaysidir rollaringizni sal gromkostini pasaytirish mumkin. Hop, davom etamiz. Nima uchun biz o'zimizni yo'qotamiz? Ko'pincha buni sababini yomon xarakter bilan emas, balki moslashish strategiyasi bilan belgilash kerak. Ya'ni qabul qilinishni xohlaymiz, rad etilishdan qo'rqamiz, yaqinlarimizni ranjitishni istamaymiz va natijada boshqalarni saqlab qolishga urinib, o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu yaxshimi? Ya'ni boshqalarni saqlab qolishga urinib o'zimizni yo'qotishimiz kerak emas. Boshqalarni saqlab qolishni xohlasak, biz o'zimizni yo'qotmagan holatda bu narsaga erishish yo'lini topishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi dunyo mana shuni talab qilyapti. Emotsional intellekt ketadi. IQni eshitgansizlar. Ya'ni IQ bu intellekt koeffitsiyenti. Aqlli bo'lish kerak, zo'r bo'lish kerak deysiz. Lekin IQsi yuqori odam emas, bugungi kunda EQsi yuqori bo'lgan odamlar yutyapti. Emotsional intellekti yuqori bo'lganlar. Emotsional intellekti yuqori bo'lish bu nima? Bu ham o'zini yo'qotmaslik, ham o'zgalarni yo'qotmaslik. O'zini yo'qotmagan holatda boshqalarga hamdard ham bo'la oladi, o'zini ham himoya qila oladi, ruhan o'zini motivatsiya ham bera oladi. Mana shu jarayonlarni qamrab oladi. Eng asosiysi o'zini qabul qiladi, rad etilishdan qo'rqmaydi, boshqalarni saqlab qolish uchun o'zini jertva qilmaydi. Va keyingisi bizda yana kichkinagina nazariyacha. Men birinchi darsimizda ham aytdim Rojersni, bugungi darsimizda ham aytaman, chunki Rojers gumanitar psixologiyani asoschilaridan. Aynan biz o'tayotgan temalarning hammasi gumanitar psixologiyani nima deydi, aytilayotgan ma'lumotlarga asoslanyapti. Insonning ruhiy salomatligi uni haqiqiy meni, ya'ni real meni va yashayotgan hayoti o'rtasidagi uyg'unlik bilan bog'liq. Ya'ni real va ideal meni o'tgan safar darsimizda sizlarga tushuntirib o'tgan edim. Ana shu muvozanatdagi uyg'unlik bilan bog'liq. Inson o'z qadriyatlari va his-tuyg'ulardan uzoqlashgani sari ichki nomuvofiqlik ortadi. Tasavvur qiling, u qadriyatlari va his-tuyg'ulardan uzoqlashgani sari tan olmaydi. Mana nimadir yoqmayaptimi? Hech narsa qilmaydi, yoqmasa yoqmas. Mayli, 1 o'tdi, 2 o'tdi, 3 o'tdi va oxir oqibat unda portlash sodir bo'ladi, ichki nomuvofiqlik. Nimaga faqat menga eshitishim kerak? Nimaga faqat men qilishim kerak? Nimaga faqat unaqa, nimaga faqat bunaqa? Ya'ni menga nisbatan nimaga faqat nohaqlik? Bu ichki nomuvofiqlikni oshirib yuboradi va oqibatda bu bezovtalik, norozilik, ichki bo'shliq hissini kuchaytirishi mumkin. Erik Erikson psixosotsial rivojlanish nazariyasida har bir hayot bosqichida shaxsiyatni muhim jihatlar shakllanishini e'tirof etadi. Ya'ni agar ayrim bosqichlarda psixologik ehtiyojlar qondirilmasa, keyingi bosqichda inson o'zligini anglashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Men yosh davrlariga qarab turib, inson qachon o'zligini yo'qotishini ketma-ketlikda tushuntirib o'tdim. Mana Erik Erikson bo'yicha ham xuddi shu narsani faqat sal ilmiyroq tushuntirib beryapti. Ya'ni har bir hayot bosqichida siz o'zingizga qarshi boryapsizmi? Oqibatda inson o'z ehtiyojlarini qondirilmasligi, kutuvlarni amalga oshmasligi bugungi kunga kelib uni o'zligini anglashdagi qiyinchiliklarga olib kelar ekan. Demak, bizga o'zligimizni anglash kerak. O'zligimizni anglash
orqali bizni o'sha qiyinchiliklardan oson chiqib ketishga erisha olar ekanmiz. Ya'ni o'zimizdagi emotsional intellektni rivojlantira olar ekanmiz. Hop, va hayot chizig'i. Hop, demak, hayot chizig'ini men sizga hozir rasmini ko'rsataman va siz ana shu hayot chizig'i bo'ylab hayotingizdagi muhim voqealarni belgilashingiz kerak bo'ladi. Masalan, maktabga kirgan kuningizdagi eng baxtli voqealaringiz, eng og'ir damlaringiz, turmush qurgan kuningiz, ona bo'lgan, ish boshlagan yoki ko'chgan, yo'qotgan yutuqlaringiz, mana shular haqida qisqa yozib ketishingiz bo'ladi. Ya'ni bu davrda nimani his qilgansiz, bu yerda nimadan voz kechgansiz, nimani saqlab qolgansiz, bu voqea nimani o'rgatgan sizga. Va bitta narsani biling, menga mana ko'pchilik yozyapti, mana bunaqa qildim, to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi. Bu joyda hech qanaqa to'g'ri yoki noto'g'ri degan tushuncha yo'q. Unuting bu narsani. Hammani o'z hayot yo'li bor va bu hayot yo'lida hech kimni siz uchun to'g'ri, noto'g'ri degan hukm chiqarishga haqqi yo'q. Biz bandasi uchun hech qachon hukm chiqarmaymiz. Shu narsani unutmang. Demak, siz to'g'ri qildingizmi, o'zingiz noto'g'ri qildingizmi, buni faqat ichingizdan his qiling. Muhimi, siz to'g'ri noto'g'riligida emas, siz shu narsa orqali nimadir ola olganingizda. Mana shu narsa eng asosiysi. Bu mashqda demak, to'g'ri noto'g'ri degan tushuncha yo'q. Har kim o'z hayotini o'zi baholaydi va o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etishi nazarda tutilgan. Mana bu qismda, ya'ni bu yoq qismda ko'rayotgan bo'lsangiz, savollar turibdi va siz ana shu savollarga mana bu tepadagi qismda har xil o'sha maktabga borgan kuningiz, baxtli voqealaringiz, eng og'ir damlaringiz, turmush qurgan kuningiz, ona bo'lgan, ish boshlagan kunlaringiz, ko'chish, yo'qotish, yutuq kabi hayot chiziqlari turibdi. Siz mana shu davrdagi holatlarga o'z his-tuyg'ularingizni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu sizga bugungi darsimizni vazifachasi, lekin uga vazifa emas. Bugungi darsimizdan olgan insaytingizni mana shu hayot chizig'ida ko'rsatishingiz nazarda tutilyapti. Ko'rinmayaptimi? Xo'p. Va muhokama uchun savollar. Endi sizga uyga vazifani beraman. Uyga vazifa birinchi o'rinda savollarga javob yozish. Ya'ni bu hayot chizig'ingizda siz uchun eng muhim burilish nuqtasi nima bo'lgan? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, qaysi davrda o'zingizga eng yaqin edingiz? Uchinchi savol, qaysi davrda o'zingizdan uzoqlashdingiz va nimani his qildingiz? To'rtinchi savol, bugungi men o'sha davrdagi menga nima demoqchi bo'lar edi? Mana shu 4 ta savolga javob topishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi uyga vazifa topshirig'i va ikkinchi uyga vazifa topshirig'i. Bu mana men sxemasini sizga tayyor qilib shablonga kirgizib qo'yganman. O'zingizga maktub yozasiz. Ya'ni menga maktub. Hayotingizdagi o'zingizni yo'qota boshlagan davrlar, ya'ni o'tmishdan hozirgi kungacha bo'lgan holatlarni yozib borasiz. O'zingizga maktub yozasiz. O'sha davrdagi o'zingizga bo'lgan nuqtai nazar, mehr, tushunish, demak, bir varro yozsangiz ham, mana shu varrolarda nima aks etsam, men shuni tushundimki, yoki o'shanda san yoki men seni ayblamayman, chunki endi men senga shuni aytmoqchiman degan ko'rinishda namuna sifatida keltirilgan. Masalan, aziz 18 yoshli men ketyapti. Siz aziz 18 yoshli men deyish shart emas. Masalan, aytaylik, qaysi biringizdir ismingiz, masalan, Gulnoza deylik. Aziz Gulnoza, men seni tushunaman, chunki sen o'sha paytda juda ko'p narsalarni yakka o'zing ko'tarayotgan eding. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda o'zingizni ichingizdagi bo'layotgan voqealarni yozasiz. Demak, bugungi darsimiz orqali sizga mana shu ma'lumotlarni berib o'tmoqchi edim. Hop, menimcha topshiriqlar tushunarli bo'ldi. Men taqdimotlarni kanalga tashlayman va taqdimotdan tashqari audio va videolarimizni ham tashlab qo'yaman. Vaqtingizga qarab yana qayta ko'rib o'zingizni tahlil qilishda davom eting. Bizani birinchi modulimizni ikkinchi dars tugadi hozir va birinchi modulimizni 3-darsi Xudo xohlasa inninga bo'lib o'tadi. Ungacha topshiriqlarni bajarib, mana shu kanalga tashlayvering, ya'ni kanalni kommentariyasiga
to'g'ri noto'g'ri degan jumlani kerak yo'q. Hech qachon siz uchun biza to'g'ri yoki noto'g'ri degan bir nima deydi baho bermaymiz va siz uchun ichingizdan to'g'rimi? Bo'ldi. Asosiysi mana shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.